Normal konsentratsiya qanday aniqlanadi? Berilishini so'ramiz. Demak, normal konsentratsiyani topishimiz kerak. Qanaqa aniqlanadi? Ekvivalent miqdori hajmga, eritmani hajmiga bo'linadi. Shu orqali topiladi. Endi variantlarda qaysi bir to'g'ri keladi, o'shani ko'ramiz. A variantda erigan moddaning miqdori shu eritmaning hajmiga bo'linadi. Demak, erigan moddaning miqdori shu eritmaning hajmiga bo'linadi debdi. Bunda molar konsentratsiya chiqadi. Bu to'g'ri kelmaydi. Normal konsentratsiyani chiqarishimiz kerak biz. Ikkinchisida B varianti. Eritmaning massasi shu eritmaning hajmiga bo'linadi. Demak, eritmaning massasi shu eritmaning hajmiga bo'linadi. Massani hajmga bo'lish kerak ekan. Demak, eritmanikini bunda zichlik chiqadi. Eritmaning zichligi chiqadi. Bu ham to'g'ri kelmaydi. Bizga normal konsentratsiya chiqishi kerak. C variant. Erigan moddaning massasi shu eritmaning massasiga bo'linadi. Demak, erigan moddaning massasini shu eritmaning massasiga bo'linsa, foiz konsentratsiya chiqadi yoki massa ulush deyiladi. Bu ham to'g'ri kelmaydi. Normal konsentratsiya emas. D variant. Erigan moddaning ekvivalent miqdori shu eritmaning hajmiga bo'linadi. Demak, ekvivalent miqdor shu eritmaning hajmiga bo'linar ekan, bu normal konsentratsiya. Demak, to'g'ri keladi bu. Normal konsentratsiya. To'g'ri javob D variant.